bitta uy bekasini 1 oylik ish haqqi bor. Men uni hisoblab chiqdim. Lekin ko'pchilik bu raqamlarni eshitsa, aniq ishonmaydi. Ovqat, kir, tozalik, bola, ro'zg'or, bozor, bolalarga dars qildirish, mabodo kasal bo'lib qolsa bolalarni qarash. Endi bu aytib o'tgan hamma narsani bozor narxida hisoblab chiqamiz. Oshpaz alohida pul oladi, enaga alohida, farrosh alohida, doktorga bolani qarab turish, statsionar alohida. Va eng qiziq joyi, bir uy bekasi bularni hammasini qiladi va 0 so'm oladi. Buni o'zi xalqaro standartlarda opportunity cost, ya'ni ko'rinmas mehnat deb atashadi. U ko'rinmaydi, chunki uni hech kim hisob-kitob qilmaydi. Ayol kishi ishlamoqchi bo'lsa, o'ziga shu 0 so'midan tashqari pul topmoqchi bo'lsa, hamma narsani eplasang ishlagin deyiladi va shu hozir aytib o'tgan hamma majburiyatlar saqlangan holda ayol kishi ishiga ham ertalab 8 dan 5 gacha bo'lgan ishga ham ulgurib kelishi kerak bo'ladi. Men bu gapim bilan hamma ayollar endi ishlamasin yo har bir ishiga pul olsin degan niyatda aytmayapman. Mehnat har doim o'lchanishi kerak va qadrlanishi kerak. Shu niyatda aytyapman. Ana endi kalkulyatsiya qilib ko'ramiz. Oshpazga minimum 5 million beriladi. Enagaga bola soniga qaraladi. Agar 2 ta bola bo'ladigan bo'lsa, 8 millioncha pul beriladi. Uy yig'ishtirish uyga bog'liq. Ya'ni katta kichikligiga, lekin o'rtacha 400 mingdan 600 minggacha kunlik xarajati bor. Oylik beradigan bo'lsak, u ham eng minimum 6-7 millionga boradi. Eng kamida shu 3 tani qo'shganimizda ham 22 millionlik, 2 ming dollarlik ish qilishyapti. Faqat hali hech kim uni raqamga aylantirmagan. Ana endi men pul topmayapman degan fikrni ayolingizdan chiqarib yuboring. Sizni oilangiz uchun, farzandlaringiz uchun qilayotgan mehnatingizni pulga chaqsa, oyligingiz necha pul chiqadi? Izohlarda yozib qoldiring.